Me'mor Uzr o'tgan yilgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2200 kishi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan. Siz mana shu raqamni nechta bo'lishini xohlardingiz? Kamroq bo'lishini xohlayman. Taxminan qancha o'sha raqam? Yomon ko'rgan odamlarimni sanaganimda 20 ta chiqadi, 20 ta hammasi bo'lib ketsin. 20 ta? Bu ijtimoiy eksperiment edi bizada. G'alati bo'lib ketdi, borku. Taxminan 20 ta inson bor. Me'mor Uzr ستاره آسمانی یارم تشنه و بی‌نشانی روغی بام بامرد یتیم مگم سر و هم نیزم بابا نازازی زگم هر و هم ناکن. Yo'llarda halok bo'layotgan insonlar kimningdir yaqini, shu jumladan sizniki ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Me'mor Uzr o'tgan yilgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2200 kishi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan. Siz mana shu raqamni nechta bo'lishini xohlardingiz? Kamroq bo'lishini xohlayman. Taxminan qancha o'sha raqam? Yomon ko'rgan odamlarimni sanaganimda 20 ta chiqadi, 20 ta hammasi bo'lib ketsin. 20 ta? Bu ijtimoiy eksperiment edi bizada. G'alati bo'lib ketdi, borku. Taxminan 20 ta inson bor. Me'mor Uzr ستاره آسمانی یارم تشنه و بی‌نشانی روغی بام بامرد یتیم مگم سر و هم نیزم بابا نازازی زگم هر و هم ناکن. Yo'llarda halok bo'layotgan insonlar kimningdir yaqini, shu jumladan sizniki ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, yo'llarda ehtiyot bo'ling.